Matbuot anjumanimizni navbatdagi ikkinchi qismini boshlaymiz va ikkinchi qismida OKMK jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov ishtirok etadilar. Mirjalol aka, avvalo bugungi uchrashuv haqida fikrlar. Fikrlar uchinchi o'yin. Gol urolmayapmiz. Bosh qotayapti, vaziyatlarimiz bor. Lekin o'shani amalda aytaman-ku, vaziyatga ochko bermaydi. Urilgan golga masalan ochko berishi mumkin. Uni bugun Surxon jamoasi yana yaxshi himoyalandi. O'yinning boshida ham darvozabonni ham qutqardi. Keyin ikkita vaziyat bo'ldi. O'shalarni unumli logistik aniq qilish kerak edi. Oxirigacha yetishtirish kerak edi. Lekin futbol urmasang shu o'shanga hozir boshimizni qotyapti. Haqiqatan endi bolalarga pretenziya qila olmayman. Borini berib, harakat, oxirigacha kurashib, kerak bo'lsa o'sha kombinatsionni o'yinlarni talabimizni bajarishyapti, lekin o'sha darvozadan to'p urish sal oqsonlanyapti. Ko'ramiz, bu ham bitta narsa, uchinchi o'yin. Lekin nima deymiz, endi ko'rib chiqish kerak, bu boshqa iloji yo'q. Shundan foydalanamiz. Surxon ham albatta yaxshi harakat qildi. Hali hujumda o'yin o'rganda ham qarshi hujumda urib ketishi mumkin edi. Bundan oldingi o'yinlarda ham xuddi shunaqa bo'lgan edi. Ishlaymiz, boshqa iloji yo'q. Bu eng kerakligi o'sha shijoat. Ma'lumki, buni ham baribirga niyat qilaman, mukofoti bo'lsa kerak. O'zidan o'zi bu narsa mukofotsiz qolib ketadi deb o'ylayman. Baribir buni ham bir hikmati bordir. Shu? Savollaringiz bor? Shunday savol, o'sha savol. O'sha 3 ta o'yinda bir 15 tacha imkoniyat bo'ldi. Superligada bunaqa sharoit yaratish, bir xillar 90 minut o'ynab, bitta ham vaziyat bo'lmasligi mumkin-da. 3 ta o'yinda o'sha menimcha hozir sanoqqa ham yeta olmayapman. Juda ham ko'p vaziyatlar yaratyapmiz, lekin o'sha narsa. Shu oxirigacha yetadigan mamlakat bo'ldi. Ya endi 3 ta o'yinda juda ham ko'p, 3 ta o'yinda gol ura olmayapmiz-da. Mana shu bilmadim endi Yaxshi. bolalarga yetarman, tuya so'yaverar. Mirjalol aka, rahmat. Sog' bo'linglar.